Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bolajonlar, sog' omonmisiz? Bugun men sizlarga hajga borgan chumoli haqida hikoya o'qib bermoqchiman. Hikoya eshitishga tayyormisiz? Qani unda boshladik. Hajga borgan chumoli. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir chumoli bo'lgan ekan. Chumoli Ka'bani juda ham qattiq sog'inibdi. Kecha-yu kunduz Ka'baga borishni o'ylar ekan. Bir kuni chumoli bismillah deb yo'lga chiqibdi. 40 kecha-yu 40 kunduz yo'l yuribdi. Yo'lidan bepoyon sahro va cho'llar chiqibdi. Cho'llarda dam olib, yo'lida davom etibdi. Hattoki ulkan dengiz va okeanlarni kesib o'tishiga to'g'ri kelibdi. Uni ko'rganlar bu ketishda yarim yo'lda qolib ketadi deb chumolini ustidan kulishibdi. Yana boshqalar chumolini ko'rib, katta gavdasi mitta oyoqchalariga yuk bo'libdi. Qanday boradi Ka'baga chumoli deyishar ekan. Chumoli ularning gapiga quloq solmas ekan. Men kichkinaman, ammo Alloh buyuk der ekan. Men Allohdan so'rayman va u menga albatta yordam beradi deb turgan joyida shu zahoti bir kabutar qanot qoqib yetib kelibdi. Chumolini olib balandlarga uchib ketibdi. Ular uzoq yo'l yurib yetib kelishibdi. Ka'bani atrofida 7 marta aylanishibdi. So'ng Zamzam suvidan to'yib ichishibdi. So'ng chumoli kabutarga rahmat aytibdi. Do'stim, Ka'baga borish mening ulkan orzularimdan biri edi. Sen uni amalga oshirishda juda ham katta yordam berding. Seni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Hammasi uchun kattakon rahmat debdi. Kabutar ham, do'stim, agar yana qachondir senga yordam kerak bo'lsa, albatta senga yordam berishga tayyorman. Har doim Alloh panohida bo'l, deb xayrlashib uchib ketibdi. Ana ko'rdingizmi bolajonlar, sizlar ham biror bir ishni juda ham qattiq xohlasangiz, eng avval Allohdan yordam so'rang va Alloh sizga albatta yordam beradi. Endi esa xayrlashish navbati yetdi. Keyingi hikoyalargacha sog' salomat bo'ling.